Bu dunyoga qanday kelgan bo'lsa shunday ketadi. Mana bu katta ne'mat. Mana shunday xushbo'y narsani juda ham ajablanarli holatki, insonlar totamasdan bu dunyodan o'tib ketadi. Va ma zaqa atyaba ma fiha. Dunyodagi eng tayyib, eng xushbo'y, eng pok bo'lgan narsani totib ko'rmasdan bal aisha fiha aishal bahaim. Balki bu ham yetmagandek, bu dunyoda hayvonlar singari yashab o'tib qolyapti. Va mautuhu kamat. Uning o'limi qayg'u, dard. Va ma'aduhu hasratan va asafa. Va uning boradigan joyi oxirati hasrat va afsusgarchilik. Va intaqala minha intiqal al-mafalis. Va bu dunyodan u dunyoga ko'chayotgan holatda bankrotlarcha ko'chyapti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mafatiha lil khair wa maghaliqa lish sharr. O'tgangi darsimizda Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarini, ilmini, manzilasini o'tganmiz. Bugungi darsimizda inshaalloh Alloh taoloning ism va sifatlarini, ilmini, fazilatlari to'g'risida gaplashamiz. Muallif rahimahulloh aytadiki, Alloh taoloning ism va sifatlarini, ilmi shak shubhasiz eng sharafli shariat ilmlaridandir va eng pok bo'lgan, eng ulug' bo'lgan. Nimaga deganda, chunki u Alloh azza va jallaga taalluqli bo'lganligi uchun. O'tganda ham aytdik, tahoratda fiqh bor, misol uchun namozda fiqh bor, hadis ilmi bor, aytiga nahvu, sarf ilmlari bor. Bular ham ilm, bular ham sharafli ilmlardan deyiladi, lekin mana bu Alloh taoloning ism va sifatlar ilmi juda ham hammasidan ko'ra sharafliroq. Nimaga deganda, sababi nima? Chunki bu Alloh taologa taalluqli. Biz Alloh taoloni tanishni o'rganyapmiz. Tushunarlimi? Shuning uchun shak shubhasiz bu eng sharafli ilm deyapti. Alloh subhanahu va taoloni tanishlik va uni ism va sifatlarini ilmi, ya'ni bilishlik va uni af'ollarini, ya'ni fe'llarini bilishlik dinni barisini eng jalil bo'lgan ilmidandir. O'sha Ibrohim alayhissalomni hanifiyya, ya'ni shirkdan moil bo'lgan haqqa, ya'ni shirkdan pok bo'lgan hanifiyya va mana shu din unga jamiki payg'ambarlar jamlangan dindir bu. Va mana shuni ustida jamiki payg'ambarlarning kalimalari jamlangan dindir bu. Payg'ambarlar hammasi Alloh azza va jallaga da'vat ila yuborildi. Hamma payg'ambar keldiki, Allohga da'vat qildi. Birinchi ishlari nima bo'ldi? Allohga chaqirishdilar. Ularning ikkinchi ishlari Allohga olib boruvchi yo'lni, tariqasini bayon qilishdi insonlarga. Birinchi nima qilishdi? Allohga da'vat qilishdi. Ey insonlar, Allohgagina sig'ininglar, unga hech narsani shirk qilmanglar. Hamma payg'ambar kelgan paytda qavm shirkka botib ketgan holat bo'lgan. Jamiki payg'ambar kelib turib, birinchi o'rinda Allohga chaqirdi, da'vat qildi. Mana shu bilan birga ikkinchi ishi nima bo'ldi? Allohga olib boruvchi yo'lni, tariqasini bayon qildi qavmiga. Bu hamma payg'ambar ishi. Uchinchi ishi nima bo'lyapti desa, va bayanu halil mad'uwina ba'da wusulihim ilayhi. Ya'ni chaqirilgan bandalarni Allohga yetib borgandan keyingi holat qandayligini bayon qilishdi payg'ambarlar. Birinchisi Allohga da'vat, keyin Allohga yuboruvchi yo'lni, tariqasini, uslubini bayon qilishdi qavmiga. Undan keyin Allohni topganingdan keyin holating qanday bo'ladi? Mana shuni qavmiga tushuntirdi. Jamiki payg'ambarning ishi mana shu 3 ta narsadan tashqariga chiqmagan ekan. Mana shu 3 ta qoida eng zaruriy, asosiy qoida, har bir payg'ambarning tilidagi eng zaruriy bo'lgan, eng asosiy bo'lgan mana shu 3 ta qoida bo'lib qoldi. Izohlagan holatda Ibn Qayyim rahimahulloh aytadiki, inna da'watar rusuli taduru ala thalathati umur. Albatta, jamiki payg'ambarlarning ishlari, da'vatlari 3 umur, ya'ni 3 ta ish asnosida aylanadi. Birinchisi, insonlarga chaqirilayotgan insonlarga Robbisini tanitish, ism va sifatlari va af'ollari, fe'l harakatlari bilan. Ikkinchi asl, ma'rifatut tariqatil musilati ilayhi. Alloh taologa olib boruvchi yo'lni, tariqani ma'rifasi, qandayligini o'rgatishlik. Va hiya zikruhu va shukruhu va ibadatuhu. Bu Alloh taologa olib boruvchi yo'l qaysi desa, Alloh taoloning zikri, ya'ni Alloh taoloning eslatishlikni o'rgatishadi. Va Alloh taologa shukr keltirishlik, Alloh taologa ibodat qilishlik. Qanday desa, Alloh taologa muhabbatni kamolini to'playdigan va Alloh taologa hokisorlikni kamolini to'playdigan. Al-aslu thalith, asosiy ishlarning uchinchisi, qiyomatda Alloh taoloni topgan banda holati qanday bo'lishligini ular tushuntirardi.
Alloh taoloni topgan banda qiyomatda Alloh taoloni ko'radi, Alloh taolo bilan gaplashadi. Mana shu narsa to'g'risida ularga xabarlar berishardi. Jamiki payg'ambarlarning asosiy 3 ta ishi mana shu bo'lgan ekan. Tushunarlimi? Va jumladan bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ham ishlari mana shu bo'lgan. Jamiki payg'ambarlar qatori bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham mana shunday qilib bizlarga bu narsalarni yetkazib o'tib ketgan ekan. Abu Zar radhiyallohu anhu aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bizlarga ta'rif etdiki, shu narsani hech qaysi bir qushni qanotlarini yoyib uchayotganini ko'rmaylik havoda. Undan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ilm o'rgatardi. Endi nimani ko'rsa, shundan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ilm o'rgatardi sahobalariga. Va aytadiki, taqala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, Abu Zar aytadiki, gapning davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannati va yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayapti, ya'ni jannatga yaqinlashtiradigan va jahannamdan sizlarni uzoqlashtiradigan narsa borki, sizlarga hammasini bayonoti, tafsilotlari aytilib bo'ldi. Ya'ni hamma ta'limotlar sizlarga o'tib bo'ldi, deyapti. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, sizlarga hech narsani tark qilmadim, hamma narsani bitta qo'ymasdan aytib ketdim, deyapti. Mana shu yerda katta qoida yotadi buni tagida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak dinni bizga komil qilib yetkazib ketgan. Kimki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga o'rgatmagan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoki o'zi qilmagan biror bir amalni topib olib, mana shu yaxshi ibodat, mana shuni qilsang savob katta bo'ladi, mana shuni qilishing kerak deb turib da'vo qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni qilmagan, mana shuni qilsang, mana shu yaxshi ish juda ham turib ibodatdan deb gapirayotgan holatda aytasanki, ana shu kishiga shuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilganmi deb so'rasang, qilmagan deydi. Demak, u shu narsani da'vo qilayotgan bo'ladiki, go'yoki u odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ham ko'proq biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ko'proq savob topishning yo'lini biladi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shariatda hamma narsani qanday ovqatlanishni, qanday hojatga borishlikni, qanday tahorat olishlikni, hamma narsani ta'limotini berib ketgandek zot sallallohu alayhi vasallam mustahil ishlar shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam arzimagan narsalarni ham ta'limotini berib ketgandek zot aqidaviy masalalarni ta'limotini bermay o'tib ketmagan, deyapti. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbini qanday banda topishligini, jamiki payg'ambarlar qatori banda Robbisini qanday topadi, banda Robbisiga qanday qaysi yo'l bilan boradi va banda Robbisini topgandan keyin uni holati qanday bo'ladi, bularning ta'limotlarini hammasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatib ketganlar. Kimki ana shu Alloh taologa olib boradigan yo'ldan bosh tortsa, uni holati hatto bahimalar, ya'ni hayvonlardan ham yomonroq holatda bo'lib qoladi. Alloh taolo aytgandek, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Aslida ularning hayvonlardan farqi yo'q, balki yana ham yo'ldan ozganroqdirlar ular, deb turib Alloh taolo aytayapti. Ya'ni bosh tortganlar. Mana shu holatda musulmon banda mana shu ilmni qanchalik darajada fazilatliligini idrok qiladi. Ya'ni Alloh taoloning ism va sifatlarini, ilmini, fazilatini idrok qiladi. Va yana payg'ambarlarning da'vatlari, uni ustiga qurilgan asoslarni ulug'ligini tushunib yetadi. Hafiz ibn Kathir rahimahulloh aytadiki, Alloh taoloning innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama degan oyatning tafsirida aytadiki, ya'ni albatta Alloh taolodan haqiqiy qo'rqishda qo'rqadiganlar Alloh taoloni tanib, uni bilgan ulamolardir, deyapti. Ya'ni Alloh taolodan qo'rqadigan bandalar ulamolardir degan oyatda tafsirda aytadiki, ya'ni Alloh taolodan ko'proq qo'rqadiganlar uni yaxshiroq, yaqindanroq taniydigan olimlargina qo'rqadi, deyapti. Qanday desa, Alloh taoloning ism va sifatlarini yaxshilab tushungan, haqiqatiga yetgan bandalar Alloh taolodan haqqoniy qo'rqadi. Alloh taoloni tanishlik, Alloh taolodan qo'rqishlikni, ya'ni taqvoni kuchaytiradi. Va hamisha Alloh taolo meni muroqaba qilib turibdi, ya'ni ko'rib turibdi tevamda degan sezimni olib keladi. Buni hammasi Alloh taoloni yaqindan tanishlikka yetishgandan keyingina hosil bo'ladigan samaralar bular. Va juda ham ajablanarli holat, deyapti. Ko'pchilik insonlar mana bu dunyodan zamoni tugaydi, ya'ni o'tib ketadi. Mana bu dunyodan o'tib ketadi. Umri umuman o'tib ketadi. Mana bunday xushbo'y hidni hidamasdan o'lib ketadi. Juda ham bu ajablanarli narsa, deyapti. Bu xushbo'y hid nima desa, Alloh taoloni yaqindan tanishlik.
Alloh taoloni ism va sifatlari orqali Alloh taoloni yaqindan tanishlik. Mana bu katta ne'mat. Mana shunday xushbo'y narsani juda ham ajablanarli holatki, insonlar totimasdan bu dunyodan o'tib ketadi. Ya'ni iymon halovatini totmasdan ko'pchilik insonlar o'tib ketadi deyapti, Robbisini tanimasdan. Haqiqatan shundayda. Hozirgi holatimizda aksariyat insonlar Robbisini tanimaydi. Robbisini taniganda dunyo yashamagan bo'lishardi. Va aytadiki, "Va kharaja minad dunya kama dakhala ilayha." Bu dunyoga qanday kirgan bo'lsa shunday chiqib ketadi. "Va ma zaqa atyaba ma fiha." Dunyodagi eng tayyib, eng xushbo'y, eng pok bo'lgan narsani totib ko'rmasdan o'tib ketib qolyapti deyapti. "Bal 'asha fiha 'ayshal bahaim." Balki bu ham yetmagandek, bu dunyoda hayvonlar singari yashab o'tib ketib qolyapti. "Va intaqala minha intiqalal mafalis." Va bu dunyodan u dunyoga intiqol o'tayotgan holatda, ko'chayotgan holatda bankrotlarcha ko'chyapti. Va uni hayoti ojizlik, va mautuhu kamat, va uning o'limi qayg'u, dard, va ma'aduhu hasratan va asafa, va uning boradigan joyi oxirati hasrat va afsusgarchilik. Fayakhruju minal hayati va ma zaqa atyaba ma fiha. Mana bu dunyodan eng tayyib bo'lgan, eng pok bo'lgan, xushbo'y bo'lgan narsani totimasdan o'tib ketib qolyapti. Va yughadiru dunya va huwa mahrumun min ahsani maladhiha. Va mana bu dunyodan mug'odara chiqayotgan paytda, ko'chayotgan paytda va u eng ahsan, eng yaxshi bo'lgan narsadan mahrum bo'layotgan holatda chiqib ketyapti. Gapini davom etadiki, chunki tamomiy, ya'ni to'liq lazzat va to'liq xursandchilik va baxtlilik bu Alloh taoloni tanishlikdadir deyapti. Va Alloh taoloni yakkalab yagonalashlikdadir, sig'inishlikdadir deyapti. Demak, kimda kim Alloh taoloni tavhidini haqiqatga yetmasa, haqiqiy Alloh taoloni yakkalab yagonalab sig'inmasa va Alloh taoloni haqqoniy haqiqatan tanimasa, ism va sifatlari bilan bu dunyodagi eng tayyib, eng xushbo'y bo'lgan narsadan totimasdan o'tib ketib qolyapti ekan. Ya'ni bu dunyodagi eng shirin bo'lgan narsadan totimasdan o'tib ketib qolyapti shundaylar. Eng katta xursandchilik bu Alloh taologa yo'liqishlikka shavqlanish, intizorlik bilan Alloh taologa yo'liqishlikni kutish. Musulmon kishi shunday bo'lishi kerak-da. Bu dunyo u uchun qafas bo'lishi kerak. Bu dunyo u uchun qafas bo'lishi kerak. Va Robbisi yo'liqishlikni shunday kutish kerakki, tezroq yo'lsam qutulib olsam, Robbimga yo'liqib qolsam deb turib, shavq bilan kutish kerak Alloh taoloni. Shuning uchun salaf solihlar ko'p duo qilardi. Allohim bizlarni shundaylardan qilginki, senga yo'liqishlikni suygan va sen ham unga yo'liqishlikni suygan bandalaring qatorida qilgan deb turib ko'p duo qilgan salaf solihlar. Bu qanday? Chunki bandalar bor, Alloh taologa yo'liqishlikni shavq, intizorlik bilan kutadi. Va bandalar bor, Alloh taologa yo'liqishni xohlamaydi. Va Alloh taolo ham ular bilan yo'liqishlikni xohlamaydi. Va ankadul 'ayshi 'ayshu qalbin mushattat. Subhanalloh. Eng qiyin hayot bu qanaqa hayot desa, uni qalbi doim tarqoq, iymoni mustahkam emas va uni yuragi parcha-parcha hamisha. Va uni bir tayinli qasd qilgan narsasi ham yo'q, tayinli yo'lanishi ham yo'q uni. Qayerga ketgani ham noma'lum uni. Aytadi-yu, agarda seni maqsadlaring noma'lum bo'lsa, seni oqibating ham, kelajaging ham noma'lum bo'ladi. Bir gap bo'lar, yuraverchi deysan-ku. Natija ham har xil bo'lib qoladi. Mana bu Alloh taoloni tanishlik yo'li faqatgina Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarini his qilish orqaligina keladi. Haqiqatga yetishgina keladi. Mana shundagina insonni qalbi ta'sirlanib, iymoni oshib, Robbisini yanada suyadi. Robbisini qilgan farzlarini xursandchilik bilan, rag'bat bilan, muhabbat bilan va qaytarillardan qo'rqib, Alloh taolodangina umid qilgan holatda Alloh taologa sig'inishni boshlaydi. Kulli vaqtin va fi kulli hal. Har bir vaqtda va har bir holatda. Aytadiki, Alloh taoloni tanishlik ikki turli bo'ladi. Birinchisi ma'rifatu iqror. Iqror ila Alloh taoloni tanishlik. Alloh taoloni iqror ila tanishlikda fojir ham, fosiq ham, solih banda ham, itoatli banda ham, osiy banda ham ishtirok etaveradi bunda. Ya'ni Alloh taoloni iqror bilan taniveradi hamma. Ya'ni Alloh taolo ulug' zot, ham iqror bo'laveradi. Ya'ni osiy banda ham, fojir banda ham, araqxo'r banda ham, o'g'ri banda ham, namozxon banda ham hammasi mana bu Alloh taoloning iqror ma'rifasida, Alloh taoloning iqror ila tanishlikda hammasi taniveradi bu nimada, bu turda. Ammo ikkinchi tur qaysi desa,
ma'rifatu tujibul al-haya minhu. Ikkinchi ma'rifa, Alloh taoloning ikkinchi tanishlik qanday desa, u shunday tanishlikki, u Alloh taolodan hayo qilishlikni vojib qiladi va Alloh taologa bo'lgan muhabbatni vojib qiladi va Alloh taologa bo'lgan qalbni taalluqligini, ya'ni Alloh taologa qalbni bog'lashlikni vojib qiladi. Alloh taologa bo'lgan yo'liqishlikni, kutishlikni ishtiyoq ila bu narsani vojib qiladi va Alloh taologa bo'lgan xoshiya, ya'ni qo'rqishlikni vojib qiladi va Alloh taologa bo'lgan sevinishni, Alloh taologa qochishlikni, mana shu narsalarni vojib qiladigan ma'rifa. Bu faqatgina tanlangan bandalardagina hosil bo'ladigan narsa. Faqatgina bu Alloh taolo o'zi mana shu narsani in'om etgan, mana shu sifatni in'om etgan bandadagina hosil bo'ladi bu. Ma'rifa, Alloh taolani tanishlik hamma yaxshilikni o'zigidir. Wal manba'u li kulli fadila, va har bir fazilatni manbasidir. Alloh taoloning ism va sifatlarini, ilmini, fazilatlaridan eng muhim bo'lgan fazilatlardan biri shuki, anna hadha al-ilm ashraful ulum wa afdaliha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan. Mana bu ilm, Alloh taoloning ism va sifatlarini o'rganish ilmi, aytganimizdek, eng sharafli ilmdir. Va makanasi, buni makonati eng oliyda, eng yuqorida turadi, manzilasi. Mana shu Alloh taoloning ism va sifatlari ilmi bilan shug'ullanishlik eng sharafli shug'ullanishlik bo'ladi. Ikkinchi fazilat shuki, Alloh taoloning ism va sifatlarini, ilmini, fazilatlarini ikkinchi fazilat shuki, Alloh taoloni tanishlik va mana bu ism va sifatlarini ilmi Alloh taologa bo'lgan muhabbatga, Alloh taoloni ulug'lashlikka, Alloh taoloni hamisha birinchi o'ringa qo'yishlikka, Alloh taolodan qo'rqishlikka, Alloh taolodangina umid qilishlikka, Allohgagina amalda ixlos qilishlikka chaqiradi. Bu juda ham katta fazilat. Va yana fazilatlardan shuki, Alloh subhanahu va taala yuhibbu asma'ahu va sifatihi va yuhibbu zuhura athariha fi khalqihi. Alloh subhanahu va taolo ism va sifatlarini yaxshi ko'radi. Alloh taolo jamil, go'zal zot va go'zallikni yaxshi ko'radi. Alloh taolo pokizot va poklikni yaxshi ko'radi. Demak, banda hamisha pokizlikka rioya qilsa, Alloh taolo buni yaxshi ko'radi. Va shunga o'xshab, Alloh taolo alim bo'lgan, bilguvchilarning bilguvchisi bo'lgan zot, va shu bilan birgalikda Alloh taolo ilmni va ulamolarni yaxshi ko'radi. Lekin bandani ilmi o'ziga xos, bunda shak shubha yo'q. O'xshatmaymiz Alloh taoloning ilmiga. Allohning ilmi esa o'ziga xos. Lekin Alloh taolo alim bo'lgan, bilguvchilarning bilguvchisi bo'lgan zot, va shu bilan birgalikda ulamolarni yaxshi ko'radi. Alloh taolo go'zal bo'lgan zot va go'zallikni yaxshi ko'radi. Alloh taolo pok bo'lgan zot va poklikni yaxshi ko'radi. Bandani ism va sifatlari bilan shug'ullanishligi, ya'ni mana shu ilmni o'tishligi, Alloh taoloning ism va sifatlarini sinchkovlik bilan o'rganishligi, bu nima degani desa, banda yaralgan narsasi uchun shug'ullanayotganligi ifoda qiladi. Mana shundagina Alloh taolo norozi bo'ladi. Ammo banda ism va sifatlarini o'rganishlikni, ya'ni Robbisini tanishlikni tark qilar ekan, u degani banda u uchun yaralgan narsani tark qo'yayotgan bo'ladi, beparvo bo'layotgan bo'ladi. Va la yanbaghi li 'abdin fadlullohi alayhi 'azimun va ni'amuhu alayhi mutawaliya an yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatihi subhanahu va ta'ala. Va bandaga Alloh taoloning ustida fazilatlari ko'p, ne'matlari ko'p. Bandaga halol bo'lmaydiki, bandaga to'g'ri kelmaydiki, o'z Robbisi to'g'risida johillik qilishlik. Ya'ni banda Robbisini tanimasligi unga halol bo'lmaydi. Banda borki, o'z Robbisini so'zsiz tanishlik kerak. Va mana shundagina uni iymoni komil bo'ladi. Mana shundagina o'zi xohlab, u Robbisining rizosini istabgina o'zidan Alloh taolaga talpinib ibodat qiladi. Birovni majburligisiz, birovni tergovisiz. Mana shundagina banda o'zidan turib namozga turadi. Mana shundagina banda o'zining xohishi bilan jamoatlarga qatnaydi. Mana shundagina banda o'z xohishi bilan vaqti kelganda puldan zakot chiqaradi. Vaqti kelganda ro'zalar tutadi, nafl ro'zalar tutadi, o'zini xohlab. Qachon desa, Robbisini taniganda, Robbisidan umid qiladi u. Agar Robbisini tanimasa, u birovdan bir narsani umid qilib, biri qattiq tegayotgan bo'lsa, namoz o'qib, ana shulardan qo'rqib qilib yuraveradi. Yoki ihson qilayotgan bo'lsa, ana shu maqtov uchun, riyo va sum'a uchun ihson qiladi. Ammo banda Robbisini yaxshi tanib oladigan bo'lsa, unga muhabbat qo'yadigan bo'lsa, faqat undangina umid qiladi, faqat undangina qo'rqadi.
mana shu yerda bugungi darsimiz tugagan. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.